Yo Sneakers, bu videoda hayotimni haqiqatan yaxshilagan top 5 ta fanlarim haqida gaplashamiz. Top 5 tasviriy san'at. Ko'pchilik tasviriy san'at deganda faqatgina maktabdagi rasm darsini tushunadi. Bu noto'g'ri. Unga rasm, haykaltaroshlik, dizayn, modern art va hatto fotografiya ham kiradi. Ya'ni tasviriy san'at fikrni so'z bilan emas, vizual orqali yetkazish. Sodda qilib aytadigan bo'lsam, agar men tasviriy san'atni yomon ko'rganimda, Chilbekdek asar yaralmagan bo'lar edi. Top 4 informatika. Rostini aytsam, informatika faniga qiziqish 4-sinfda ko'pincha darsdan qochib kompyuterxonaga borishimdan paydo bo'lgan va keyinchalik maktabdagi informatika to'garagiga borganman. Keyin dasturlashni ham o'rgandim. Litsey payti bu fan bo'yicha eng zo'ri o'zim edim. Hozir esa 30 dan ortiq dasturlar bilan ishlay olaman. Top 3 psixologiya. Psixologiya odamning fikri va hissiyotlarini tushuntiradigan fan. Nega odamlar stressga tushadi? Nega odatda qarorlarni hissiyot bilan qabul qilamiz? Psixologiya mana shu savollarga javob beradi. Bu fanga qiziqish yoshligimdan bor bo'lib kelgan. Undan ziyod psixologiyaga oid kitoblarni o'qib tugatganman. Top 2 ingliz tili. Ingliz tilini global til sifatida bilaman. Internetdagi ko'plab ma'lumotlar aynan shu tilda. O'zi bu fanni universitetga kirish uchun majburan o'rganganman, lekin hayotimda juda asqotgan. Top 1 falsafa. Haqiqat nima? To'g'ri hayot qanday bo'lishi kerak? Inson nima uchun yashaydi? Kabi savollarga aynan falsafa javob beradi. Bu fan tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va har qanday g'oyani shunchaki qabul qilib, ishonib ketmasdan tahlil qilishni o'rgatadi. Tabiatan o'ychan odamligim uchun bu fan top 1da turadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, o'zi fanlar haqiqatni anglash va hayotni yaxshilash uchun kerak. Har bir fan dunyoni boshqa tomondan ko'rishni o'rgatadi. Shuning uchun bilim insonning eng kuchli qurollaridan biri. Aytgancha, sizning top 5 ta fanlaringiz qaysilar? Fikringizni qoldiring. Zomerpunk siz bilan bo'ldi. Good luck, bro.